Assalamu alaikum, hürmetli televizor körgüçiler. Yaxşımsizlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hürmetli ko'rmanlar, tövani diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Amerikada bir qator muhim uchrashuv va faoliyatlarda bo'lish uchun 16 iyul kuni kechda Washingtonga yetib kelgan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Isa apandim 17 iyul kuni tunji uchrashuvni navbatda Nyu-Yorkda yashab turayotgan 1933 va 1944 yillar qurilgan ikki jumhuriyatimizning jonliq shohidi, muhojiratdagi butun hayotini Sharq Turkiston milliy mustaqillik kurishiga atagan va bu sharafli yo'lda zo'r fidokorliklarni ko'rsatgan, Amerikada Uyg'ur davosining tunji bo'lib boshlanishiga yetakchilik qilgan milliy ustozimiz G'ulomdin Ahmad Paxta apandimni yo'qlab hal so'rash bilan boshladi. Milliy ustozimiz G'ulomdin Ahmad Paxta apandim bilan bo'lgan uchrashuvda Dünya Uyg'ur Qurultayining oliy maslahatchisi va Uyg'ur akademiyasining raisi doktor Rishad Abbas, Nyu-Yorkda turayotgan doktor Muhammad Emin va Nyu-Yorkdagi bir qism Uyg'ur qarindoshlarimiz Dolqin Isa apandimga hamroh bo'ldi. Bu yıl 90 yaşdan aşqan G'ulomdin Ahmad Paxta ustozimizning dadisi Ahmad Paxta apandim 20 yillarda Qashqarda eng zo'r zamonaviy paxta ishlab chiqarish zavodini qurib chiqqan va paxta degan nomni o'ziga taxallus qilgan. 1933 yildagi Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilishida muhim rol o'ynagan va Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining chet elga qurol-yarog' setilish va diplomatik munosabatlarda bo'lish uchun avatgan hay'atlar qatoridan o'rin olgan edi. Milliy ustozimiz G'ulomdin Ahmad Paxta apandim Dolqin Isa apandimning ataydan o'zini yo'qlab kelganligidan intayin xursand bo'lganligini ifoda qilish bilan birga Dünya Uyg'ur Qurultayining xizmatlariga muvaffaqiyat tilaydiganligini bildirdi. Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Isa apandim akşam kecha Amerikada keldi. Myunxdan, Germaniyadan. Akşam kecha saat 12da kelib, bizga atdiga men telefon beribdi. Ben Amerika'ya gelip birinci kıldığı işim bizning peshqadam, bizning ustozimiz Sharq Turkiston davosininki tunji qadamini o'sha Amerikada, o'sha Yevropada qadamini ochgan bizningki liderimiz ustozimiz yo'qlab kelmasam bo'lmaydi deb ataydan Washingtondan keldi. Sağ olun. Rahmat. Şu Germaniyadagi yurtdoshning ko'p salınba, Erkin Akinning ko'p salınba, Erkin Akinning davomli ayda bir qatim mashrifimiz bo'ldi, keldi. Kelsa gaplaringizni qildirdi, gaplaringizni qilmas. Bizim bu Germaniyadagi yurtdoshlar ba'zan yig'ilib peshqadamlarimizning gaplarini qilgan vaqtida sizni davomli aslab turamiz. Yana 4-oydami tug'ilgan kuningiz bo'lgan, men telefon ochgan telefoningiz bormi? Ha. Tug'ilgan kuningizga telefon qildim, tabrik qildik. Siz bizim uchun bir endi tutya adam. Şu davanın ki ne deyimiz emdi bivas şahidi 30 cumhuriyetlerine 44 sizin görsek tarihla isimiz geldi. Müstakillikni şu kögendek furgandek buluruz emdi. Şununla patlatmayadi biz davamlık ben memdiminden Rishad Kam'dan avalını sorap durman. Kandara deyit ayam boğandı. Bazıda ma telefon kısak telefonda sizin ki hepsiz vakti olmamızda bazı kılanmaya kalırız. Ama devamlı sizin aslap durumuz. Çünkü ben bu Şerkem diyeninde akşam geldim, akşam geç geldim. Evet o günden başlayıp programlarımız var, görüşler. Şunu dedim, bugün ben birinci olarak New York'a beri G'ulomdin akini bir ziyaret kılıp yurttaşının bir salamlarını 700 yaş. Anladığı için ben bir kitabım çıkan İngilizce. Hindistan'da çıktı bu tunca. Xitoyning erkinlik to'zig'ida sizga mana hurmatli ustoz G'ulomdin Paxta apandimga hadiya deb o'zining imzosi bilan sizga og'ash keldim. Vaqtingiz bo'lsa o'qib qo'ying shu. Xitim baksat endi. Ya çok rahmet. Bütün nurg'unlig'an bizning peshqadam inqilobchilarimiz, rahbarlarimiz hammasini ko'rgan, uningdan sirdosh bo'lgan uzun bir musofimiz bor endi. Shuni sizda ustozlarimizning mujda turib berishi bizga cho'ng ilhom bo'ldi. Tabiatda nurg'un hikoyalarni deb berdingiz, Qo'jinaz Azimning sunnatlarini qilganlaringizdan tortib hikoyalar. Aslana endi nurg'unlig'an bizning yoshlarimiz xuddi bir cumhuriyet, 30 cumhuriyet, 44 cumhuriyet ise bir gayidek, bu bakmıgan bu da çöçektek buldu. Ama siz bana şunu kögen bir edem, sizin ehemmiyetiniz, sizin bize turup birişiniz biz için nahit çok bir teselli yani. Bir tarihini bizge esir tuttu devamlı. Allah teninizi uzun kutsun, ömrünüz, teninizi salamet kutsun, ömrünüzü uzun kutsun. Biz her zaman dünyadaki minlerce Uygurlar devamlı size dua kıttırdı.
Şu doğanın bereketinden qarang, şunda 90'da açtınız. Şunda yana yaş balıdek durursunuz. Erkin kaplar salam ettiler Xudayım olsa. Evet, şuna olma sebebi salam. Aleyküm o kıyımki oturuşun neticesini sözle koysak. Buldu. Yalnız o da işkeyledim sizden bana. Hamısın. Hem mi var mı yediniz? Hem biz bana. Doktor, Allah'a emanet. Hepiniz bir salam edin. Uyghur Mecburi Emgak chetishliqi sababli Dünya Uyghur Qurultayı ve Xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining izchil noroziligiga uchrab kelgan Germaniyaning dunyoga mashhur Siemens shirkati 17-iyul kuni Xitoyning harbiy sanoatini texnik bilan ta'minlaydigan Transemik shirkati bilan bo'lgan barliq savdo aloqasini uzganligini e'lon qildi. Bu vaqaning 13-iyul kuni Germaniya Tashqi ishlar ministrligi yangi Xitoy strategiyasini e'lon qilib, 4 kundan keyin yuz berishi Germaniya matbuotlarining diqqatini tortdi. Siemens shirkatining yuqorqi qarori mazkur shirkat ustidan qonun yo'llarga boshirishga tayyorlanayotgan Dunyo Uyghur Qurultayini mamnun qildi. Qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurbon apandim bu vaqt istansimiz qilgan so'zida Siemens shirkatining yuqorqi jasur qarorini qarshi oldiganligini ifoda qilish bilan birga Germaniyaning Uyghur Mejburiy Emgak chetishliq boshqa shirkatlarining Siemens shirkatidan ulgilib, Uyghur Mejburiy Emgakdan bevosita naf olayotgan Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan savdo aloqasiga darhol xotim berishini umid qildiganligini bildirdi. G'ayur Qurbon apandining qarashicha, Siemensning Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan aloqasini uzishi Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan zich munosabatlik bo'lib, bu shirkatning Xitoydan chekinishga yuzlanishi Germaniyaning boshqa shirkatlariga ta'sir ko'rsatdi ekan. Germaniyada nashrdan chiqadigan Saudi gazetining 17-iyul e'lon qilgan Siemens Xitoyning qurol yarog' shirkatlari bilan bo'lgan aloqasini uzdi nomli xabarlarda ilgari surishicha, Siemens hamkorlashgan Xitoyning qisqacha Transemik deb atalgan Beijing Tianxinhua uchar texnik cheklik shirkati Xitoy harbiy sanoatini texnik bilan ta'minlaydigan bir shirkat bo'lib, bu shirkatni Amerika hukumati bu yil 6-oyning 12-kuni qora tizimga kirgizgan ekan. Siemens, ya'ni yaqin yillardan buyon Xitoyning davlat mudofaasidagi 7 universitet deb atalgan Beijing Avasiya universiteti, Beijing Sanoat universiteti, Harbin Sanoat universiteti, G'arbiy Shimol Sanoat universiteti, Nanjing Avasiya universiteti, Nanjing Sanoat universiteti qatorliqlar bilan yuqori texnologiyada iqtisodiy hamkorlik ilib borgan. Halbuki bu universitetlar Xitoyning davlat mudofaa taraqqiyoti uchun xizmat qiladigan organlar bo'lib chiqqan. Ma'lum bo'lishicha, Germaniyaning Siemens nomli savdo sanoat guruhi 1847-yil qurilgan bo'lib, uning bosh shtabi Berlin va Myunxenga joylashgan. Siemensning hozirgi ishchi xizmatchilarining soni 311 mingdan ortiq ekan, hamda 190 davlat zavod va shirkatlar bor ekan. Siemensning 2022-yillik tafovati 72 milliard yevroga yetgan. Bu shirkatning Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabati 1872-yil boshlangan bo'lib, ayni vaqtdagi Manju imperatorligining poytaxti Beijingda 1899-yil yo'l qo'yilgan tunji poyezd qatnashi mazkur shirkatning texnikasi bilan vujudga chiqqan ekan. Atalmış Uyghur Abnum Rayonluq Partikomi 16-iyul kuni Xitoy Kompartiyasining izlanish jurnalida maqola e'lon qilib, G'arbning Xinjiang orqali Xitoyni kontrol qilish urinishlariga qarshi kurash qildiganligini bildirgan. Janubiy Xitoy Atlantik Pochtasi gazetining xabar qilishicha, Xitoyning kishilik huquqni keng ko'lamda dafsan qilish bilan ayblanib kelgan Sharq Turkistondagi Kompartiya rahbarlari rayonga foydali yangi bir tashviqot harakati qo'zg'aydiganligini aytgan. Maqolada diplomatik tadbirlarni va qonunni ishlatib, G'arbning embargosiga qarshi turishni kuchaytirganligi bildirilgan. Lekin maqolada konkret qanday diplomatik tadbirlar qo'llanilganligi va qonun vositalar ishlatilganligi tilga olinmagan. Xitoyning Sharq Turkiston siyosati Amerika hukumati va nurg'un G'arb parlamentlari tarafidan irqiy qirg'inchilik yoki insoniyat qarshi jinoyat deb e'tirof qilingan. Ammo Xitoy bu ayblashlarni inkor qilib, BDT kishilik huquq kengashi va G'arb bilan bu to'g'riliq hamkorlashni rad qilib kelgan. Bu Amerika, Yevropa ittifoqi, Angliya, Kanada qatorliq davlatlarning Xitoyni jazolashiga sabab bo'lgan edi. Janubiy Xitoy Atlantik Pochtasi gazetining bildirishicha, atalmış Abnum Rayonluq Partkom izlanish jurnalidagi maqolasida yuqorqi ayblashlarga qarta qonun mexanizmini ishlatishni kuchaytirib, Xinjiang munosabatlik masalalarida tashabbuskorlik bilan tashqi kuchlarga qarshi kurash ilib bordiganligini aytgan. Maqolada yana mundaq deyildi: Biz tashqi ishlar bilan munosabatli qonun sistemasi barpo qilishni, qonun bo'yicha kurash qilish va Xitoyning qonunliq huquqiy va manfaatini qo'g'dash iqtidorimizni kuchaytirishimiz, Amerika boshchiligidagi G'arb davlatlari ham Xitoy qarshi kuchlarning Xinjiang orqali Xitoyni kontrol qilish urinishlarini qat'iy mag'lub qilishimiz kerak.
Sharq Turkistondagi Kompartiya doiralarining izlanish jurnalida maqola e'lon qilib, G'arbning Uyg'urlar masalasidagi sezgirligiga qarshi kurash qildiganligini e'lon qilishi oz uchraydigan ahvol. Bu maqola Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken o'tgan hafta Jakartada Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining tashqi ishlar mas'ul a'zosi Wang Yi bilan ko'rishining orqasidan e'lon qilingan. Xitoy Janubiy dengizda harbiy baza qurib, atrofidagi davlatlarga tahdid paydo qilishga boshlaganda, Amerikaning sobiq prezidenti Barack Obama Amerikaning Hind Tinch okeani strategiyasini o'ttirib qo'yib, bu rayonni Xitoyga tashlab bermaydiganligini jakarlagan edi. Joe Biden davrida Amerika Xitoyga taqobil turish uchun Hindiston, Yaponiya va Avstraliya bilan birlashib 4 davlat ittifoqini qurdi. Bugungi kunda NATO Ukraina urushi davom qilayotgan vaziyatda tig'uvchini Xitoyga qaratgan bo'lib, Hind Tinch okeani rayoni xavfsizligining g'arb dunyosi uchun intayin muhim ekanligini jakarladi. NATO'ni Amerikaning oypaltisi deb ta'riflaydigan Xitoy, NATO'ning Osiyo kengashiga qarshi turadiganligini bildirdi. Al Jazeera to'rining xabarida aytilishicha, yaqinda NATO'ning yetakchiligida Litvada o'tkazilgan davlat boshliqlari yig'inida Avstraliya, Yaponiya, Yangi Zelandiya va Koreya rahbarlari NATO'ning Hind Tinch okeani rayoni xavfsizligini qo'g'dash sepi qaytildiganligini bildirgan bo'lib, ular Xitoy tahdidiga qarshi birlashma bayonot e'lon qilgan. Bayonotda mundaq deyilgan: Xitoy siyosiy, iqtisodiy va harbiy vositalarni qo'llanib, dunyo kengaymichilik qilmoqda. Ularning bu strategiyasi, maqsad nishoni va harbiy qurilishi mutlaq maxfiy. Ular yana yomon g'arazlik to'r hujumi qo'zg'ab, qarshi fikrdagilarni bostirib, saxt uchurlarni tarqitib, ittifoqdoshlarimizning xavfsizligiga ziyon solmoqda. Xitoy NATO'ning birlashma bayonotini ayblab, Xitoy hukumati NATO'ning Osiyoga kengaymichilik qilishiga qarshi turdi degan. Xitoyning Yer shari vaqt geziti obzor e'lon qilib, NATO degan bu tashkilot Amerikaning qurol neyzisi, dunyodagi barcha urushning manbasi deb ayblagan. Buningdan ilgari Xi Jinping Sharq urush rayoni qo'mondonlik shtabini ko'zdan kechirganda Xitoy armiyasini muqimsiz omillarga tayyorlik qilishga chaqirgan bo'lib, Xitoy armiyasi 3 kunlik harbiy manevrni boshlagan edi. Reuters agentligining xabar qilishicha, 7 oyning 13 kuni Amerika dengiz armiyasining razvedka aeroplani Xitoy armiyasi 3 kunlik harbiy manevr ilib berayotgan Tayvanning janubidagi dengiz rayonidan uchib o'tgan. Xitoy armiyasi urush aeroplanlarini chiqarib, ularni charlagan. Bu yil 6 oyda Xitoy davlat mudofaa ministri Li Shangfu Singapurda o'tkazilgan bir yig'inda Amerikaning NATO'dek bir tashkilotni Osiyoga so'rab kirib, bu rayondagi davlatlarni go'riga ilib qasdan to'qinish paydo qilayotganligini ayblagan edi. Amaliyotda Yaponiya, Koreya qatorliq davlatlar Xitoyning kunsir kuchayotgan rayon tehdididan ansirab NATO bilan hamkorlash qadamini bosgan bo'lib, ularning NATO'ning bu qitim ochgan yig'iniga qatnashishi va yig'indan keyin e'lon qilgan o'rtaq bayonoti buni isbotlab bergan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.